Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez kardeşler anlatqınыңla Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid min Camil Usul ve Mecmuz Zavaid namlı kitabının 9. tomu. Bugün okuyduğumuz zahitlik, kembegallik, arzu ümit ve yerismenlik bölümü. İmam Müslim'nin 1055. numaralı hadisinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ey Rabbim, Muhammed ailesinin rızkını utturluq qılıp bergin." Yani bir rivayette aran yetkilek qılıp bergin deyilgan. Tirmizi'nin Hasan ve Sahih rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kembagallar cennetke baylardan 500 yıl burun kirdi. Bu Allah'ın nazarında yerim gündür. İmam Müslim'nin 2979. numaralı hadisinde Ebu Abdurrahman Ubuli'den mundaq rivayet kılındı. Bir kişi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu'dan biz muhacirlar kembagallardan emasmı dep sorgan idi. O senin ayalın yok mu dep soradı. O bar dedi. Yaşıqdak öyün yok mu dep sorgan idi. Öyüm bar dedi. Ondaq sen baylardan hesapını sen dedi. O kişi menin xizmatkarım bar degan idi. Abdullah ibn Amr As ondaq sen padişahlardan iken sen dedi. Ebu Abdurrahman'dan yani mundaq rivayet kılındı. Üç kişi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu'nun yanına geldi. O çağda men İbn As'ның yanında idim. Ular, "Ey Abdullah ibn Amr, bizning yana pulimiz, ne mal mulkimiz yok." degan edi. Abdullah ibn Amr ularga: "Nima xalaysizlar? Agar xalasanglar bizning yanimizga kelinglar. Biz sizlarga Allohning bizga ato qilganlaridan berayli. Agar xalasanglar qiyinchiliklarni sultonga yetkazayli. Xalasanglar sabr qilinglar. Chunki men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhojirlarning kambag'allaridan qiyomat kuni jannatga boylardan 40 yil burun kirdi deganini anglagan edim" degan edi. Ular undaqda biz sabr qilamiz, hech narsa so'ramaymiz deyishdi. İmam Buxariyning 5196 numaralı hadisida Usama radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi ki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mi'rajda jannatning darvozasi oldida turdim. Kirib ketayotganlarning ko'pinchisi yo'qsullar bo'lib, boylar to'xtatib qo'yilgan edi. Ondan dozoq ahli dozoqqa kirishga buyurildi. Men dozoq darvozasi oldida turdim. Kirib ketayotganlarning ko'pinchisi ayollar edi." Nasai'ning sahih rivoyatida Musab ibn Said'dan mundaq rivoyat qilinadi. Dadam Said o'zini Payg'ambar alayhissalomning boshqa kambag'al sahobalarga nisbatan ustun ekanligini his qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning mundaq dedi: "Alloh bu ummatga orzularining namozi, duolari va ixloslari soyasida yordam beradi." İmam Buxariyning 5091 numaralı hadisida Sahil radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonidan o'tdi. Payg'ambar alayhissalom atrofida turganlardan bu kishiga qanday qaraysizlar deb so'ragan edi. Ular: "U hurmat sazovar kishidir. Birining qizi bilan o'ylanishni talab qilsa rad qilinmaydi. Biriga kepil bo'lsa, kepillik bijo keltiriladi. Biror ishga aralashsa, gap o'tidi" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom eshitmadi demadi. Keyin u yerdan bir kambag'al musulmon o'tdi. Payg'ambar alayhissalom bu kishiga qanday qaraysizlar deb so'ragan edi. Ular: "Bu bir kambag'al musulmon. Birining qizi bilan o'ylanishni talab qilsa, hech kim uning qiz berishni xohlamaydi. Biriga kepil bo'lsa, kepillik rad qilinadi. Biror ishga aralashsa, gapiga hech kim quloq solmaydi" deyishdi. Buni anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Bu odam boyiq odamga o'xshab ketadigan kur minglagan kishilarda yaxshidir" dedi. İmam Müslim'nin 2622 numaralı hadisida Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi ki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Chechpaqpay va ishik oldidan haydatilgan qanchilgan insonlar borki, biror narsaning bo'lishi uchun Alloh taolo qasam qilsa, Alloh ularning qasamini ro'yobga chiqaradi." İmam Buxariyning 2262 numaralı hadisida Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo avatgan payg'ambarlar ichida qo'y boqmagani yo'q" dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, senmi qo'y boqqanmiding?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha,
Menmu Makka xalqining qo'ylarini ozgina tengi bedeliga beqib beretdim, deb javob berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Bir kuni sahabelar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında mol dunyo ustida paranglashgan edi. Payg'ambar alayhissalom anglamadinglarmi? Anglamadinglarmi? Oddiy sodda kiyinish iymondandir. Oddiy sodda kiyinish iymondandir dedi. İmam Buxariyning 6458-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning davrida biror oygacha qozon qaynatmaydigan vaqtlarimiz bo'ladi. So'g' ustida kelib qolgan ancha-muncha go'shtlarni hisob qilmaganda, xurmo bilan suvdan boshqa narsa yemaydik. İmam Muslimning 2970-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan qadar ailesi buğday nenini uda 3 gün to'xtatib, 3 gün to'yg'icha yeb bakmadı. İbn Majahning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan qadar ailesi arpa nenini to'yg'icha yeb bakmadı. İmam Buxariyning 6455-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ailesi bir kunda 2 vaqt tomoq yesa, bir vaqt tomoqi cho'qim xo'rim bo'ladi. İmam Buxariyning 2567-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anha Urvaga: "Ey hemşerimning o'g'li, biz payg'ambarning ayollari uda 2 oyni qozon qaynatmay o'tkazatdik" dedi. Urva: "Ya amma nima yeb ishatdinglar?" deb so'ragan edi. Hazrati Aisha: "Xurmo yeb suv ichatdik, ammo payg'ambar alayhissalomning ansar qo'shnilari mol chorvalarining sutini yo'llagan kunlari shuni ichatdik" dedi. İmam Buxariyning 5383-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmo bilan suvga to'yg'idek zamon kelganda vafot bo'ldi. İmam Muslimning 2957-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan qilingan yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar xurmo bilan suvga to'yg'idek zamon kelganda vafot bo'lgan edi deb kelgan. İmam Muslimning 2974-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anha yana mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom bir kunda 2 qatim non bilan zaytun yog'i to'ymasdan vafot bo'ldi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom oilasi bilan bir qancha kechani taomsiz o'tkazdi. Chunki kechki tomoqqa yegidek bir narsa topolmaydi. Yeydiganning ko'pinchisi arpindan iborat edi. İmam Muslimning 2978-numurlik hadisida Ömer radhiyallohu anhu insonlarning bayashat turmushga erishganligini tilga oldi va mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kun bo'yi qo'rsaq to'yg'idek nachar xurmum topolmaganligini ko'rgan edim. İmam Buxariyning 5421-numurlik hadisida Qatada rahimahullohdan mundaq rivoyat qilinadi. Anas radhiyallohu anhuning yoniga kirsak, Navi yanida bo'ladi. Anas bizga nom berib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalomning taki vafot bo'lgan qadar nefis qilib yiqilgan non ko'rgunni bilmayman. Yana uning taki vafot bo'lgan qadar butun kavob qilingan qo'y go'shti ko'rgunni bilmayman. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Hech kim Alloh yo'lida menchilik qo'rqitilmadi. Mendan burun hech kim Alloh yo'lida menchilik aziyat tortmadi. Kecha-kunduz to'liq bir oy Bilal ikkimizda Bilalning qo'ltiqidagi ozg'ina oziqlikdan boshqa yemikimiz yo'q edi. İmam Buxariyning 2424-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Xaybar fath qilinganda endi xurmo to'ydigan bo'ldik, dedik. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq degan: Xaybar fath bo'lguncha xurmoni to'yg'idek yeb bakmagan edik. İmam Buxariyning 3097-numurlik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chog'da uyimda uyuqdiki yarim xalt arpadan boshqa odamzod yegidek bir narsa yo'q edi. Uzun mezgilgacha shuni tatmasdan yedim. Keyin qanchalik qolgandi deb tatgan edim, barkit ketib tugab ketdi. Tirmiziyning sahih rivoyatida mundaq deyilgan: agar tartmasdan o'z bit qo'ygan bo'lsak, yana xil vaqtlargacha yegan bo'lardik. İmam Buxariyning 2916 hadisida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chog'da uning sahabati bir yahudiyning qo'lida go'radi edi. Payg'ambar alayhissalom uni 30 sa arpaga go'raga qo'ygan edi. İmam Müslimning 2038 hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni yoki bir oqshimi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uydan chiqdi va Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumalarga uchrashib qoldi. Ulardan bu vaqtda ko'chaga chiqishinglarga nima sabab bo'ldi deb so'ragan edi. Ular: "Ey Rasululloh, ochlik sababidan chiqdik" deb javob berdi. Buni anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Jenim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, sizlarni ko'chaga chiqargan sabab menim chiqardi, qani yuringlar" dedi. Üçü birlikte bir ensarning uyiga bordi. Lekin ensari uyida yo'q bo'lib, uning ayoli "Merhaba, xo'sh kelibsizlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan "Yo'ldishing palonchi nada?" deb so'ragan edi. Ayoli: "Bizga suv elib kelishdan ketgan edi" dedi. Aradan ko'p o'tmay ensari yetib keldi. U Payg'ambar alayhissalom bilan ikki do'stni ko'rib, "Allohga hamd sano bo'lsin. Bugun sizlarda qimmatli mehmonlarga sohibxonlik qilgan mendek hech kim yo'q" dedi va berib xo'rim shehidan birini so'ndirib elib keldi. U shaxta quruq va o'li xo'rim bor edi. Ondan "Marhamat, qani beqinglar" dedi. Ondan qo'liga pichoqni olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Süt beradigan malni so'yib etmagan" deb ogohlantirdi. U qo'ydan birini so'ydi. Mehmonlar go'shtdan to'yg'idek yeb, suvdan qanig'idek ichgandan keyin Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr bilan Umarga: "Jenim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, qiyomat kuni albatta bu ne'matdan so'rilasizlar. Chunki sizlar ochlik sababini uydan chiqdinglar. Ondan bu ne'matga erishdinglar" dedi. İmam Müslimning 2967 hadisida Utba ibn G'azvan radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir safarda Payg'ambar alayhissalom bilan birga 7 kishi ekanligimiz aniq qadim turibdi. U kunlarda yeydiganimiz daraxt yopirmoqdan iborat bo'lib, yopirmoqni yavirib, qovuzlarimiz yara bo'lib ketgan edi." İmam Buxariyning 1276 hadisida Xabbab radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan faqat Alloh roziligi uchun hijrat qildik. Balkim ajrimizni Alloh bergandir. Aramizda g'azotning mevasidan ajrdan hech nima yemay o'lib ketganlar bo'ldi. Musab ibn Umayr shulardan biri bo'lib, u Uhud g'azotida o'ldirildi. Uningga yana bir yaktakdan boshqa kepallik qiluvdak bir nima topolmadik. Yaktakni beshiga yapsaq puti, putiga yapsaq beshi echilib qoladi. Payg'ambar alayhissalom yaktakni uning beshiga yapib, o'chiq qolgan putini chiq bilan yepishga buyurdi. İmam Buxariyning 442 hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Supa ahlidan 70 kishini ko'rdim. Hech qaysisining ustida belining ustini o'rab turg'idek kiyim yo'q edi. Ular tambal kiyib oladi yoki bir parcha raxtni yelkasiga ortib oladi. Yelkasiga ortib olgan raxt ba'zanning o'shqiga yetsa, ba'zanning pochiga aro yetadi. Evriti ichilib qolmaslik uchun peshlarini qamallab tutib turib oladi." İmam Malikning 1706 hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Mo'minlarning amiri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni ko'rdim. U yelkasiga 3 qat yamoq silingan kiyim ortib olgan edi." Tirmiziyning sanadi hasan rivoyatida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom bilan birga ig'ir sinoqlarga duch kelgan bo'lsaqmi, savr qilgan edik. Ammo uning vafotidan keyin rohat farog'at bilan sinaldik va savr qila olmadik. İmam Buxariyning 7324 hadisida Muhammaddan mundaq rivoyat qilinadi: Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan birga edik. Uning ustida sig'zirang chigiraqdan to'qilgan ikki qur kiyim bor edi. U kiyimga burnini surtgandan keyin pah. Abu Hurayra burnini kiyimga surtib o'tdi.
Bir vaqtlar shunchalik kambag'al edimki, payg'ambar alayhissalomning munbiri bilan Oysha roziyallohu anhaning hujrasi orasida yiqilib qolatdim. Birining meni sarang bo'lib qopti deb o'ylab, bo'ynimga dastiganini bilaman. Halbuki men sarang bo'lib qolmagan, balki och va mag'dursizlikdan yiqilib tushgan edim, dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jamoatga namoz o'qib berayotganda orqada turgan kishilardan ba'zilari ochliqdan yerga yiqilib tushadi. Ular sup ahlidan edi. Badaviylar ularni sarang deb qo'yadi. Badaviylar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lgandan keyin ularga burilib, agar Allohning nazaridagi savobning kattaligini bilgan bo'lsanglar, bu faqirlikning texim eshib ketishini umid qilatdinglar, deydi. İmam Ahmed'nin sanadi hasan rivoyatida Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganini anglagan. Dunyo kimlarga berilgan bo'lsa, albatta Alloh ularning orasiga toki qiyomatgacha davomlashadigan dushmanlik va adovat urqini terib. İmam Buxariyning 6417 numaralı hadisida Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yerga 4 jaz shakilsizdi. Ondan uning o'rtasiga bir uchi sirtqi chiqib turgan bir siziq sizdi. Ondan chas o'rtasidagi siziqqa qartib kichik-kichik siziqlarga kichik-kichik siziqlarga sizgandan keyin mundaq dedi. Mana bu inson bo'lib, chas siziq uning atrofini o'rab turgan ajli bo'ladi. Tashqariga chiqib turgan bu siziq uning arzusi. Kichik siziqlar bo'lsa musibatlardir. Bu musibatlar o'qi yo'ldan chiqib ketib, insonga tegmay qolsa, yana biri kelib tegadi. Agar u tegmay qolsa, ajal o'qi tegadi. İmam Buxariyning 6418 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siziqlar sizib bundoq degan: Bu insonning arzusi, bu ajlidir. İnson mana bu arliqda tirishib, arzusiga yaqinlashganda, uning ajli yetib kelgan bo'ladi. İmam Buxariyning 6416 numaralı hadisida Ibn Umar radhiyallohu anhuma bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam do'lamdan tutib turib bundoq dedi: Dunyoda musafir yoki yo'lovchiga o'xshash yashag'in. Ibn Umar bundoq deydi: Kech bo'lganda tong otishini, tong otganda kech bo'lishni saqlama. Sog'lom chig'ingda kasallikka, hayot chig'ingda o'limga tayyor tur. Tirmizi bu hadisdagi yo'lovchi degan so'zdan keyin o'zingni qabr ahlidan sanag'in degan so'zni qo'shib rivoyat qilgan. İmam Buxariyning 6419 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh taolo 60 yil umr bergan bir kishidan har turli o'zri va bahonani qabul qilmaydi. İmam Muslimning 1046 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Inson qirisimi uzun umr ko'rishni orzu qilishdan va mol dunyoni yaxshi ko'rishda ko'ngil qirmaydi. İmam Muslimning 1048 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Odam bolasi qirisimi uning molga va uzun umr ko'rishga bo'lgan erismanligi qirmaydi. İmam Muslimning 1048 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar inson o'g'lining 2 tog' oltini bo'lsa, uchinchisi bo'lishini arzu qildi. Odam bolasining qo'rsqini faqat to'pi to'ldiradi. Alloh taolo tövbe qilg'ushining tövbesini qabul qiladi. Alloh hammalarga go'zal axloq ato qilsin. Duolarni ijobat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.